Men sizlarga yog' to'g'risida gapirib berishim, mana paxta dalalariga keldim. Bizda asosan paxta yog'i ishlatiladi. Paxta yog'i qayerdan olinadi? Ko'pchilik biladi, endi bilmaganlar uchun yana ma'lumot. Teri olgandan keyin ichidan chigiti ajratiladi va chigitidan siqqanda yog' bilan kunjara ajralib chiqadi. Uni iste'mol uchun ekiladigan narsa bor yoki foydalanish uchun ekiladigan narsa bor. Bularni o'ziga yarasha sampini har xil bo'ladi. Sababi bir marta kiyiladigan kiyim bilan kunda 50 gram, 100 gram iste'mol qiladigan mahsulotni farqi juda katta bo'ladi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Agar bu iste'mol uchun, ya'ni yog'ini olish uchun ekilgan bo'lsa, bu yaxshi. Agar toli uchun ekilgan bo'lsa, bunga o'ziga yarasha bir necha zaharli moddalar qo'shiladi. Yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Yog'ni, har qanday yog'ni bir marta ishlatish kerak. Chunki u qovurilganda, qizdirilganda 200 gradusdan oshganda unda o'ziga yarasha boshqa moddaga aylanadi va u moddani qayta ishlatib bo'lmaydi. Bitta yog'ni faqat bir marta ishlatiladi. Undan keyin shu qoldirmaslik yo'lini qilish kerak. Bo'lmasa yog' o'ziga yarasha zaharli moddaga, kanserogen, rak chaqiruvchi moddaga aylanadi. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.